Assalomu alaykum obunachilar. Mana ota qo'yonimiz Flandir. Oldingi videoda olganimizda 6,5 kilo edi. Hozir mana xudo xolasa 7,5 kiloni urib qo'ydi pashti. Sog'lom yotibdi mana. Hali bundan qancha nasllarda olamiz. Bu yerda endi nima Rex bilan baran qo'yonimiz tug'adigan bo'lib turibdi. Bu yerda o'shani sherigi bor. Bu yerda yotibdi, endi qorong'uroq ekan, joy taklayapti, bu tug'ishga harakat qilyapti. Bu yerda baran qo'yonimiz, bu ham bo'g'oz. Kecha o'zi qildik, bildik. Homilador ekan. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Rekizdan chiqdimi, sirrazi podpiska, like tayamasdan bosib yuboring. Tekin-ku jigar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube'da kanalimiz bor. YouTube'da avval tezkor qilib yozsanglar chiqadi.